Bugungi kunda mamlakatimizda xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish jarayonlari samaradorligini oshirish borasida samarali natijalarga erishilyapti. Xususan chet davlatlarda tashkillashtirilgan holda mehnat qilishning institutsional asoslarini mustahkamlash, xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish istagidagi yurtdoshlarimiz huquqlarini himoya qilish va ularga qulaylik yaratish bo'yicha yangi loyihalarga qo'l urilmoqda. Prezidentimizning 2024-yil 4-oktyabrdagi kambag'allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan ishsiz va kambag'al oilalarni tashqi mehnat bozori talablariga mos bo'lgan ishchi kasblarga hamda xorijiy tillarga o'qitish tizimi yanada takomillashtirildi. Xususan, Migratsiya agentligining Buxoro hududiy filiali tomonidan bugungi kunda Yaponiya bilan hamkorlik natijasida buxorolik yoshlarga Kunchiqar yurtdan mutaxassis jalb qilinib, yapon tili o'rgatilmoqda. Migratsiya agentligi Buxoro hududiy filial tashabbusi bilan mana bugun yaponiyalik o'qituvchi viloyatimizdagi olis hududlardan biri bo'lgan Shofirkon tumanida yapon tilini o'qitish bo'yicha mana 1,5 oydan buyon dars berib kelmoqda. Mazkur o'qituvchi demak yuqori darajali metodik mahoratga ega, yapon davlatidagi nufuzli oliy ta'limni bitirgan pedagog sifatida 20 yillik tajribaga ham ega va aynan shular orqali xorijda ishlash istagida bo'lgan yoshlarimizni jalb qildik bu jarayonda. Demak, ular aynan mana shu yapon o'zidan tilni o'rganish jarayoni juda ham tezlashishiga yaqindan yordam beradi. O'quvchilarni aynan mana shu ustozdan o'rganish jarayonini juda ham tez kechib boryapti. Chunki o'sha yapon ustozi demak o'zbek tilini bilmaydi va aynan yapon tilida barcha narsani tushuntirishga harakat qilyapti va aynan uning yuqori pedagogik mahorati, yuqori pedagogik demak ko'nikmalari bunga yaqindan yordam berib kelmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, pilot loyiha asosida hozirda Shofirkon tumanida 3 ta guruh tashkil qilinib, 50 nafar fuqaro, asosan yoshlarga yapon tili mukammal o'rgatilyapti. Ular 3 oylik kurslardan so'ng maxsus sertifikatga ega bo'lishadi. Yapon mutaxassis ham buxorolik yoshlarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini yuqori baholamoqda. Men yapon tili o'qituvchisiman. Buxoro viloyatiga taklif qilishdi va men bugun bu yerda yoshlarga o'z tilimizni o'rgatyapman. Tan olishim kerak, tinglovchilarning o'zlashtirish darajasi juda yuqori. Biz ular bilan o'ylaganimizdan ham oldinroq maxsus sertifikatlarni qo'lga kiritamiz. Bir oy ichida boshlangan ishlar yaxshigina samara berdi. Hatto qiziquvchilar soni ham kun sayin ortib bormoqda. Yaponiya davlatidagi bir necha korxonalar bilan shartnomalar mavjud. Qolaversa, hududiy filial tomonidan ham bir necha ish beruvchilar bilan mana shu muzokaralar olib borildi va mana shu muzokaralar doirasida demak o'rganib chiqildiki, haqiqatan ham u yerda demak ishchi kuchiga bo'lgan talab juda ham yuqori va mana shuni inobatga olgan holda demak vakansiyalar sonidan kelib chiqib, demak talab va ehtiyojlardan kelib chiqib mana shu til kurslarini tashkil qildik. Kunchiqar yurt mehnat bozori talablari asosida 10 dan ortiq kasblarga o'qitilayotgan yoshlar professional ta'limni o'zlashtirishgan. E'tiborga molik jihat, bugun ular til o'rganish orqali oliy ta'limni ham shu mamlakatda o'qish istagini bildirishayotganidir.